Assalom, do'stlar, yaxshi muomalalarning xayrli bo'lsin. Bugun sizlar allaqadim yoqtirgan ma'u rasmlardagi chash va grimni huzuringizga sunmoqchiman. Ya'ni bu chash grimni qanday qilganimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'tilam videoga o'taylik. Aldı bilen Benefit'ninki Professional diyen primersini yüzümüzge tekşi sürümüz. Ananınkin Huda Beauty bilen Maybelline'ninki iki yüz akartışmeyini arlaştırıp sürdüm. İşletken çotkam bolsa MAC'ninki 191 numaralık çotkası. Huda Beauty'ninki rengi bolsa 220 numar, yani 220N. Maybelline'ninki bolsa 105 numar. İkisini tekşi yüzümüzge muş çotka bilen sürüp boğandan keyin Beauty Blender'ni azroq yo'l qilib, ya'ni nam qilgandan keyin mayni terimizga yana bir qadam so'ndirib o'tamiz. Andan keyin NARS'ninki concealersini ishlatamiz. Buningda men TikTokda yaqinda ko'rgan nurg'unlagan shu TikTokerlar, beauty bloggerlar, ya'ni kirim chiqaradigan shaxslarninki surgan concealer surish usulini qo'llandim. Birinchi qatam videoda shuni qo'llanishim mencha yomon emas chiqdi deb o'ylayman. Hammani tekshir mushta surib bo'lgandan keyin videoda ko'rsatilgan bo'yicha surib bo'lgandan keyin bir tal kirpikim tushib qolibdi. Who misses me? Andan keyin Chanel'ninki upsini ilib yuzimizdagi kremni bir turg'izib, ya'ni yuzimizni bake qilamiz. Bugun ishlatadigan qapak surqi paletimiz bo'lsa Natasha Denona palet. Oldi bilan crease degan rangni ilib qapqimizga tekshir surtimiz. Men bu paletni olgandan buyon hozirga qadar shunday yaxshi ko'rib ishlatib kelyapman. Haqiqatan sifat jihatdan, rangning to'g'riliq jihatdan, har jihatdan meni bek mamnun qildi. Amdaliki bo'lsa smoke degan rangni ilib qapqimizniki sirtqi qismiga suramiz. İşletken çotkam bo'lsa MAC'ninki 224 numaralık çotkası. Qapak surqi paletlarninki shu qog'ozini mishaga ishlatib ko'z qirininki shaklini kerak aniq qilib chiqaramiz. Ko'ngillardek mishda sursak bo'ladi. O'sha rangni to'xtamay qiynoqlashtirg'ach tekshir yetib maqsaq texmi tabiiy texim yaxshi ingliz tilida blend deymiz, ya'ni tekshir yeyilib taraydi atrofga. Amdaliki bo'lsa qo'lim bilan, ya'ni barmoqimning uchi bilan center eyelid degan o'tirdagi ikkinchi rangni qapaqni o'tirg'i suraman. Ko'rayotganinglardek bunda paqroq ranglarni azaldan qo'lim bilan lam qilib kelyapman, kerak yaxshi yepishidi. Ondan keyin inner corner degan oq rangni, ya'ni paqroq rangni ilib ko'zimizniki uchiga surtimiz, ya'ni paqroq yerini chiqaramiz. Andin qishimizning ostiga, ya'ni o'xshash rangni ilib paqroq rangni qishimizning ostiga suramiz. Amdaliki bo'lsa kichik bir chotkani ilib bayamqi smoke degan rangni ilib osti qapqimizga surishga boshlaymiz. Yana azroq tangshab o'ngshab qo'yadigan yerlar bo'lsa shunda surib o'ngshab qo'ysak bo'ldi. Hozirgidek birinchi qatim videoga qarab turib ovozimni ayrim elyapman. ASMRdek tuyuladi o'zimga. Amdaliki bo'lsa lash line deydigan qaramtul rangni ilib, ya'ni shu osti qavatga yana bir surib etamiz. Buningda ko'zimizning rangi bekara qiynoq bo'ldi. Amdi NYX'ninki qapak qalamini ilib, ya'ni eyelinerni ilib, osti ko'zimizdagi osti tarafiga xuddi surganda ko'zimizni qapqarqib, ya'ni smoky eye makeup look chiqaramiz. Ko'zimizning ustiga bir qavat shu kirpikimiz bayaga bir qavat qora rangni to'liq to'ldirib o'tamiz, ya'ni o'xshash qalam bilan.
meningki all time favorite, yani mening eng yaxshi ko'radigan eyelinerim Too Faced Better Than Sex Eyeliner. Buni ilib videoda ko'rganinglardek eyeliner chiqaramiz. Apla. Ba'zan vaqtim ishda qo'llar telib ketadigan ahvol bo'ldi, lekin it's okay. Ustiga yana surib o'ngishversak-mi? Chanmidi? Endi yana bir ko'zimizni suraylik. Agar mushundaq grim videosini yaxshi ko'rsangiz, inkas yozadigan yerga yozib qo'ysangiz bo'ldi. Ham o'zim bundan keyingi grim videolarimni mushundaq ovozni ayirib elib turib tatishni o'ylashyapman. Shaxsan bekerek sifatlik ham texmo shu ko'rmanlarga huzur baxsh ato qila olamdiki deb o'ylashdim. Let me know. Ma ko'zimizni surib bo'ldik. Hamda kirpikimizni bir egib etgandan keyin yaqindan yaqin yaxshi ko'rib ishiltib kelayotgan Lancome maskarani ustiga bir suraytimiz. Andan keyin kirpik chaplashga keldik. Bugungi kirpikda bo'lsa, men BH Cosmetics'ninki 305 nomerliq kirpikini ishiltaman. Shilim bo'lsa, yana o'xshash DUO'ninki shilimi. Ko'rayotganinglardek, shu shilimni ustiga surib bo'lgandan keyin birdan to'g'iz o'tib, andan keyin ko'zimga chaplayman. Kirpikning ustiga yaqin akab turib, oldi-keyindan to'g'rilab turib chaplasangiz bo'ladi. Bugun ishlatgan bu kirpikimni necha qatim ishiltib bo'lgan, shunlashqa udulam chapladim. Agar yangi kirpik olgan bo'lsangiz, oldi-keyinini kesib etishni, ya'ni o'zingizniki ko'zingizning kichikligiga mos holda kesib etishni unutib qolmang. Yana o'xshash Lancome maskarani ilib, ya'ni kirpik lakni ilib, asti kirpikimga lakni to'liq bir surib etaman. Bunda surayotgandan keyin bizningki smoky eye, ya'ni qiynoq kirmimiz bekerek ham qiynoqlashib ham go'zal chiqadi. Lakni surib bo'lgandan keyin bizningki ko'z kirmimiz bitdi desak bo'ladi. Ko'rayotganinglardek silver smoky eye makeup look. Azroq aramag'ish ko'zimni bir terektirib aytaylik. Hummoq bo'lam. Endi yuzimizdagi eshib qolgan ufbalarni supurib tashlab contour, ya'ni say berish qismiga o'tamiz. Har vaqt ishiltib kelayotgan Anastasia Beverly Hills'ninki contour palette bilan yuz qismidagi saylarni bir beray. Yaqinda bekerak shu contourni egizaraq ko'tarib turib surish modi bo'layotdi. Endi burnimizga say berishda mandaq yanto shaklli cho'tkani ishlatib burnimizga say beramiz. On tarafdan terisidan nur kiryotdi, sol tarafdan bo'lsa kirim qonni ishlatadigan chiraqim yiniq. Shunlashqa chiroq tarafga qarab turib konturni sizdim. Sizlarga o'tul kelamay qolgan bo'lsa aybga buyurmaysizlar. Andin qalbimizning usti va ostidagi qismga surishni unutib qolmaylik. Endi o'xshash Anastasia'ning paletridagi paqroq rangni ilib burnimga, uchiga, anaki burnimning ustiga, anan ostidagi qalbimning o'ttiriga surishni unutib qolmaylik. Fenty Beauty'ninki blush rangligini ilib, juz rangi mayil tarafini tanlab, ishga mag'zimizga ranglik uramiz. Amdilikka bayan burnimizga surgan o'xshash highlighterni ilib, ishga mag'zimizga suritimiz. Shundan bilan voila, tugaydi. Qalbuk qalamiga NYX'ninki SMLL'ki Free Spirit degan qalamini surtimiz. Ya'ni qalbukimizning o'pchirisiga shu qalamni ishlatimiz. Ananiki lazuruqi bo'lsa, MAC'ninki Honey Love degan rangini suramiz. Eng oxirgi bir qadam Urban Decay'ninki Setting Spray grim turg'izish choshqusini bir chechayotgandan keyin grimimiz bitadi. Endi choshqa keldik. Chechimni bir kun burun budur qilib qo'ygan. Shu bugun o'tul tarab bilan ananikin
Üstünü azroq ko'ptirib tarab bo'lgandan keyin ostini bir bo'qish bilan bo'g'man. Bugun atiylanma bo'qishni bo'g'ib turay. Chesan qilinliqini jibdasta o'tkazdim. O'tkazib bo'lgandan keyin ostini cho'giltib piqirtib ustiga kelib turg'izib bo'lgandan keyin mundaq bir qisqichda qisibimiz. Ondan keyin bu joyida turdi. Uni ustiga o'rib akab, endi ostida lapangshib qolgan qismlarini kichik chazi bilan turg'izib etamiz. Ko'rayotganlaridek 3 tal chaz bilan turg'izib etdim. Demak, chechimizmi ishda qilib bitdi. Oddiy uychilik kiyim bilan bo'lsa-mu, ishda halqqa taqab qo'yay. Demak, bugungi Silver Smoky Eye Makeup Look bilan bunaqa moslashtirilgan chash basonimiz tayyor bo'ldi. Shu vaqtda chiqqan rasmlarimni bak yaxshi ko'rganinglar, videoimni bak yaxshi ko'rganinglar, bugungi videoni yaxshi ko'rishingizni umid qilaman. Undaq bo'lsa, bugungi videomiz mishad oyoqlashdi. Kelar qadimliq videomizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.